Qirg'izistonda bo'lmagan, ammo challenge. Kim sushi bar ochmoqchi bo'lsa, Kosne sushida qachon bekar sushi jeb ketamiz degan akalar, kichkina vaqt qoldi. Biz 8 da boshlaymiz deganmiz. Xudo xolsa ham sizlarga uspet etib kelsangiz, hozirgi uchurda sirtda odamlarimiz to'ltira, navjadagi bu barda odamlar ushul bizga keldi. Bizning adresimiz Sultan Ibrohimova 8/3. Bu yoqdan tak Alınbek Datka ko'chasidan kelasiz, 200 metr bosib kelganingizda mana cho'ng yo'l bor, cho'ng dom bor. Bu dom Amanat rezidensiya. Ushul yerdan kichkina 200 metr yurasizda, o'ng yoqda ushul shardar menen ochilish azimda sizni kutib qolamiz. Emi qancha sushi tayyorlab o'tamiz hozirgi uchurda ko'ramiz. Icheriga kirganingizda bu yoqda mestolarimiz bor. Assalomu alaykum. Konditsioner var, gördüğünüz televizor var, rozetka, büyük bardak şart-sharoitlar var. Bu yerda menü ustağı var ekan. Eng negisi mana sushilar tayyor. Aka, assalomu alaykum. va alaykum assalom. Qanday ukam? Siz o'zingiz tayyorlab o'tasiz. Конечно, men bo'lsa yo'lga bo'lsin deb o'zim shu yerda kichkina xizmat qilay, oxirigacha ishim yirtilguncha debchi. O'ta so'm bo'lib turdi aka. Rollarni o'zim tayyorlayapman. Qancha sushi tayyorladi? O'ta ko'p. O'ta ko'p. Nechta sushi rol tayyorlandi? Aka, qancha oldi aka? Mashalloh, o'ta so'mda ekan. Nima? Har qanday ekan. Qirg'izistonda bo'lmagan, ammo challenge. Kim sushi bar ochmoqchi bo'lsa, qani bir ko'raylikchi, shunaqa qilib sushi rollarni degustatsiya qilib turib ko'rib, 3 ta stolni полностью tozalaydim ekan. Mana aka. Akamizga respekt, gap yo'q ama просто. Aka, Alloh rozi bo'lsin, glавныйsa. Eldan duosini olamiz hozir. Tak, bu yoqdagi suvlar bor. Anafreshni olib keldik. Sushilar tayyor, xudo xolasa. Kosnay sushidan sizlarga yemek tamoqlanib yetsangiz bo'ladi. Xudo xolasa rovna 8:00 da boshlaymiz. Ushul videoga like bosib, o'shanday sushi bor akalarga jo'natib qo'yg'ular. Tipa vizit deyotadi Mansur akamiz. Biroq o'ta sondan keyin qarasangiz,